Savol. Assalomu alaykum ustoz. Bizning do'konga ancha-muncha omonat qo'yib qo'yadigan ishlar bor edi. Biraylan 3-4 yil burun bir telefonni omonat qo'yib qo'ygan edi, lekin egisi unutib qoldimi yoki bir yoqqa ketib qoldimi, omonatini olg'il kelmadi. Do'konda turib ketdi. Uni egisiga topshirib beray desammi, u kishini bilmayman. Buni qandoq bartaraf qilishni bilolmay sildan so'ray degan. Alloh rozi bo'lsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Amonat shundaqla egisini topqili bo'lmaydigan, tepiyolingan rani kabi narsalarni qimmatiga qarab ma'lum muddat egisini kutib turish, izlash va saqlash bosqichini besib egisiga topshirishga tirishing. Izdirgini qilolmay umid uzilsa, uni egisiga atab sadiq qilib etsiz yoki guvohlatib musulmonlarga foydali ishlarga sarf qilib etsiz yoki shundaq ishga sarf qilib qo'yadigan salih kishiga topshirib berasiz. Agar o'zingiz sadiqaga loyiq muhtoj kishi bo'lsangiz, uningdan o'zingiz foydalansangiz ham bo'ladi. Yük bo'lmaydigan bo'lsa, yana bir muddat saqlab qo'ysangizmi mayli. Mazkur voqelikdagi omonatga yetarlik muddat o'tganlik uchun buzilib yoki qimmati yo'qolib ketmaslik uchun yuqorqidek bir taraf qilib o'tish munosib. Qachoniki egisi kelib sadiqaga rozi bo'lsa bo'ldi, rozi bo'lmasa sadiqa sizga hisob bo'ladi. Pulini egisiga to'lab berasiz. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.